Beeline odam achyapti. Beeline'dan telefon oladigan aksiyaga ishtirok etaman deganlar diqqatiga. Короче, umuman bo'lmag'ur narsa ekan, yolg'on gap ekan. Короче, tekinga Beeline telefon tarqatishi va buni shartlari, qoidalari juda ahmoqona ekan. Beeline ofisiga keldim mana. Hozir menga tabriklaymiz, telefonni olib ketishingiz mumkin degandi tekshirganimda va keldim. Beeline'da maqtab, video qilib, telefonni ko'rsataman degandim. Naborot bo'lyapti hozirgi vaziyat. Aziz obunachilar, umuman bu narsaga ishonmanglar. Hammasi yolg'on va e'tibor qiling, qanday holatda Beeline telefon beradi. Oila tarafida bo'lsangiz, unda ishtirok etgan bo'lasiz va undan tashqari siz hozirgi masalan 3 talik yoki 5 talikda bo'lsa, hozir menda 3 kishiligida 5 kishini topishim kerak, 5 ta qilishim kerak. Yana 2 ta Beeline'da o'zimga nima qilishim kerak, kirdirishim kerak va 250 mingdan oylik to'lovi bu muddat 1 yil kam bo'lmagan, 1 yil vaqtdan kam bo'lmagan vaqt davomida pul to'lab shu tarafda yurishim kerak va o'zgartira olmaymanman 1 yilgacha. Agar mabodo o'zgartirsam, qasddan telefon bloklanib qolar ekan. Umumiy xulosa mog'ir aksiya ekan. Shu hammaga omad, rahmat.